Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz qavslar muvozanatini tekshiradigan bir necha algoritmlarni ko'rib chiqamiz. Kod muharrirlari, kompilyatorlar va matematik vositalar sintaksisning to'g'riligini ta'minlash uchun qavslar muvozanatini tekshiradi. Bu murakkab tuyulishi mumkin, lekin g'oya juda oddiy. Demak, boshladik. Xo'p, qanday qavslar muvozanatli qavslar deyiladi? Har bir ochuvchi qavsning o'z yopuvchi jufti bo'lishi kerak. Biz qavslardan turli usullarda, masalan, ichma-ich joylashtirib foydalanishimiz mumkin. Yoki yonma-yon. Yoki shu ikkala kombinatsiyada. Endi muvozanatlashmagan misollarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda ortiqcha yopuvchi qavs bor. To'g'ri bo'lishi uchun bundan avval ochiq qavs kelishi kerak edi. Ushbu misolda esa aksincha, yopuvchi qavs yetishmayapti. Demak, qoida shuki, har bir ochuvchi qavs o'zining yopuvchi juftiga ega bo'lishi va har bir yopuvchi qavsdan oldin ochuvchi qavs kelishi shart. Qavslar qanchalik murakkab ko'rinmasin, har bir qavslar juftligini ketma-ket olib tashlash orqali ularni doimiy ravishda qisqartirish mumkin. Agar oxirida hech qanday belgi qolmasa, qavslar muvozanatli bo'ladi. Mana bu misolda qavslar muvozanatli bo'lmagani uchun oxirida ortiqcha belgi qolib ketadi. Demak, g'oya tushunarli bo'lsa, uni o'zingiz kodlashga harakat qiling. Agar yordam kerak bo'lsa, kodlash qismini tomosha qilsangiz bo'ladi. Biz dasturimizni shu ikkita test orqali tekshiramiz. Funksiya yaratamiz va u qavslar satrini argument sifatida qabul qiladi. Toki satr ichida qavslar juftligi bor ekan, ularni o'chirib yuboramiz. Oxirida satrni qaytaramiz. Agar u bo'sh bo'lsa, demak qavslar muvozanatli hisoblanadi. Natijani ko'rishingiz mumkin. Biz true yoki false qaytarish uchun qavslar uzunligini 0 ga tekshiramiz. Natija biz kutganimizdek chiqdi. Endi keyingi yechim bilan tanishamiz. Oldingi yondashuvimiz har bir qavslar juftligini qayta-qayta olib tashladi. Bu unchalik samarali emas. Tezroq algoritm o'ylab topishimiz mumkinmi? Har bir qavsga qiymat tayinlasak-chi? Har bir ochiq qavs bir qo'shadi va har bir yopiq qavs bir ayriydi. Agar yakuniy yig'indi 0 bo'lsa, biz qavslar muvozanatli degan xulosaga kelishimiz mumkin. Chunki har bir ochiq qavs yopuvchi qavsga ega. Endi muvozanatsiz qavslarni sinab ko'ramiz. U hali ham 0 qaytardi. Lekin bu muvozanatli emasligi ochiq-oydin. Xo'sh, muammo nimada? Natija 0 ga teng, chunki bizda ikkita ochilish va ikkita yopilish qavslari bor. Algoritm faqat ulardan nechtasi borligini hisoblaydi. Ularning tartibini inobatga olmaydi. Birinchi belgi yopuvchi qavs hisoblanadi. Ammo undan oldin ochuvchi qavs yo'q. Mana shunday holatda undan keyin nima bo'lishidan qat'iy nazar, qavslar hech qachon muvozanatlasha olmaydi. Demak, algoritmimizda bitta muhim qoida yetishmayapti. Yig'indi hech qachon manfiy bo'lmasligi kerak. Endi bizda ikkita shart bor. Yig'indi hech qachon manfiy bo'lmaydi, yakuniy natija 0 ga teng bo'ladi. Keling ushbu ikkita oddiy qoida yordamida uni kodlaymiz. Funksiyani o'zgartiramiz. Yig'indi nomli o'zgaruvchi yaratamiz. Qavslar satridagi har bir belgi uchun agar u ochiq qavs bo'lsa, yig'indini bittaga oshiramiz. Aks holda bittaga kamaytiramiz. Agar yig'indi 0 dan kichik bo'lsa, qavslar muvozanatli emas. Oxirida esa yig'indi 0 ga tengligini tekshiramiz. Natija biz kutganimizdek chiqdi. Endi keyingi yechim bilan tanishamiz.
Avvalgi algoritm faqat qavslardan iborat ketma-ketlikni tekshirish uchun eng samarali hisoblanadi. Ammo ko'rib chiqishga arziydigan yana bir yondashuv bor. Bu stek. Stek bizga bir nechta turdagi qavslarni tekshirish imkonini beradi. Har safar ochuvchi qavsga duch kelganimizda uni stek ustiga qo'yamiz. Har safar yopuvchi qavsga duch kelganimizda stekdan yuqori elementni o'chiramiz. Shu o'chirgan elementimiz yopilish qavsiniki bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmasa, qavslar shunchaki muvozanatsiz bo'ladi. Agar bo'sh stekdan o'chirishga urinsak ham muvozanatsiz bo'ladi. Chunki bu ochilish qavsiga ega bo'lmagan yopiluvchi qavsni topganimizni anglatadi. E'tibor bering, faqat qavslar uchun bu usul hisoblagich usuliga juda o'xshash. Farqi shundaki, stek nechta ekanligini emas, balki qaysi ochiluvchi qavsni ko'rganini ham eslab qoladi. Shu narsa uni universal qiladi. Endi turli xil qavslar bilan ifodani sinab ko'ramiz. Stek mos kelmaydigan juftlikka duch kelishi bilanoq yoki bo'sh bo'lsa, bu ifodaning noto'g'ri ekanligini darhol biladi. Demak, g'oyat tushunarli bo'lsa, kodlash qismiga o'tamiz. Endi bu algoritmni barcha turdagi qavslar uchun umumlashtiramiz. Buning uchun mos qavslarni map ichida saqlaymiz. Bo'sh stek yaratamiz. Har bir qavsni navbat bilan ko'rib chiqamiz. Agar u ochuvchi qavs bo'lsa, stekka qo'shamiz. Agar yopuvchi qavs bo'lsa va stek bo'sh bo'lmasa va u oxirgi ochuvchi qavsga mos kelsa, uni stekdan olib tashlaymiz. Aks holda darhol false qaytaramiz. Oxirida stek bo'sh bo'lsa, javob true, aks holda false. Natija kutilgandek. Yanada ishonch hosil qilish uchun testlarni biroz o'zgartiramiz. Juda soz, hammasi yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat.